Uçurup mamuk kemerni yangrısa lerzan sada, taşlaban yengil kademni evrişim etles kelur. Etles, Uyghur ecdatları tarafından icat kılınıp, to'qilib kelgan ve turmuşida keng işletilip kelavatkan nefis ve çıraylık buyum buluş süptide Uygurlarning estetik qarashlari, to'qimachilik hunar san'at texnikasining taraqqiyot saviyasi, psixik aloyidligi, diniy qarashlari ve iqtisodiy taraqqiyot saviyasi qatorliqlardan dalolat berdi. Ma'lum nuqtadan qaraganda, Atlas Uyg'urlarning ming yillar mobaynida shakllangan milliy madaniyat an'anasining kichiklatilgan ko'rinishidir. Atlas Uyg'urlarning milliy madaniyatining simvoli bo'lib, uning gul shakllari, nusxasi, ranglarida qo'yib milliy alohidlik gavdalanib turdi. U Uyg'ur xalqining tarixiy, diniy e'tiqodi, turmush odati, go'zallik qarashi va milliy xarakterini o'ziga mujassamlagan bo'lib, Uyg'urlarning an'anaviy madaniyatining san'atlik ifodalanishi hisoblanadi. Shundaqla emgakchan, botur, aqlli xalqimiz tabiat dunyosidagi turli shay'larni Atlasning gul nusxalarida ifodalagan o'zgacha bir xil madaniyat hodisasi bo'lib, Uyg'urlarning turmushida intayin muhim o'rin tutadi. Atlasning etmologiyasi. Uyg'ur tilidagi atning yana bir xil ma'nosi har narsaning iste'molga yaramli qismi, allanib qolmoq degandan iborat. Kishilarning badaniy ehtiyojlik bo'lgan los bo'lsa, keraksiz, sifatsiz deganlik bo'lib, yipak yipni sortlashda chiqarib tashlangan sifatsiz yip los deb ataladi. Kasb ahlilari los so'zini anglasa, sifatsiz, keraksiz yipni ko'z oldiga keltiradi. Demak, bu ikki so'zning birikishidan Uyg'urlar orasida Atlas degan so'z borliqqa kelgan. Yana bir xil qarashda xalq ichida at so'zi tan, badan ma'nosini bildiradiganligi. Las so'zi bo'lsa, lasildab turadigan, lig'ildab turadigan, badanga chaplashmaydigan narsa degan ma'noni bildiradiganligi. Ikkisi qo'shilib badanga chaplashmaydigan rax degan ma'noni bildiradiganligi. Atlas so'zining mushuningdan kelganligi aytiladi. Bizcha bu qarashning asosi kuchlik. Atlasning ishlab chiqarilish jarayoni. Uyg'ur yipak to'qimachilig'i Uyg'urlarning uzoq tarixiy taraqqiyot jarayonida shakllangan qo'l hunarvanchiligining bir turi bo'lib, u to'qimachilik bilan bo'yoqchilik qatorliqlarning bir gavdalashishi natijasida barliqqa kelgan. Yipak to'qimachilig'i yung to'qimachiligidagi hunar tadbiqlanib, yipak raqlarni rangdor, gullik va noyda sipti to'qish bilan ichki tashqi bozorlarda xaridorlik bo'lgan. Ulardan boshqa paxta bilan yipakni aralashtirib to'qish san'atini kashf qilgan. To'qish usulidagi avval gul chiqarib ondan to'qish usuli faqat Atlas to'qimachiligiga xos bo'lib, bu usul jahonda yegonadir. Uning to'qilish jarayoni Uyg'ur xalqining qo'l hunarvanchilik texnikasining yuqori pallasini namoyon qiladi. Oftobga selib quritilgan pil g'o'zisi qozonga selib qaynatiladi. Pilini qozonga selib 15-20 minut qaynatgandan keyin pili pishidi. Ondan cho'gvoz, g'arg'ira, yik, choq qatorliq uskunlarning yordamida pili g'o'zikidagi masht yiplar tortib chiqariladi. Bir tal pili g'o'zikidan 600 metrdan 800 metrgacha masht chiqadi. Sampul qadimqi xarobasidan tepilgan qazilmalarga qaraganda, Uyg'ur xalqida jumladan Xotanda Atlas, ya'ni yung atlas to'qimachiligi alohizal 2000 yillik tarixga ega. Ya'ni dastlabda yung atlas to'qimachilik texnikasi borliqqa kelgan. Keyin bu xil texnika yipak to'qimachiligiga tadbiqlanib, yipak, bo'z aralash atlas va yipak atlas to'qimachiligi borliqqa kelgan. Atlasning turlari. Hozirgacha biz biladigan yipak raqlarning turlaridan shoyi, baqasam, dayyora, kimxob, atlas qatorliqlar bor. Gerçi
Divani lug'ati turkda mindatu, og'i, oy deb bir necha xil ipak raqlarning nomi xotirlangan bo'lsa-mu, biz bu raqlarning hozirgi qaysi turdagi ipak raq ekanligini jazmlashtirishga amalsiz. Atlas maxsus ayollarning kiyim kechikining materiali. Atlas to'qish usulining o'xshamasligiga qarab, qo'lda to'qilgan atlas va mashinada to'qilgan atlas deb ikki turga bo'linadi. Qo'lda to'qilgan atlas butunlay an'anaviy to'qish saymonlaridan foydalanib, an'anaviy usulda to'qilgan atlasni ko'rsatadigan bo'lib, xalq orasida yerlik atlas deb ataladi. Mashinada to'qilgan atlas bo'lsa, elektr quvvati orqali harakatlanadigan, o'zgartib yasalgan atlas to'qish mashinasida to'qilgan atlasni ko'rsatadi. Buni kishilar zavod atlasi deb ataydi. Atlas materialga qarab tabiiy atlas, sap ipak atlas, aralashma atlas, ximiyaviy taloliq atlas, sun'iy atlas deb 5 turga bo'linadi. Atlas nusxalari gül shakli va bo'yoq rangining o'xshash bo'lmasligiga asosan qora atlas, seriq atlas, qizil atlas, yakan atlasi qatorliq 4 asosiy turga. Zo'tina atlas, ola qog'a shoyi atlas, oq bilak atlas, jaynab gul qizil atlas, qizil tumshuq qora atlas qatorliq bir muncha rang turlariga bo'linadi. Ipak yo'lidagi atlas sodisi. Tarixda Xotan bilan Hindistonning munosabati quyuq bo'lg'achqa, milodiyadan burungi 3-asrda Hind savdogarlarga agishib Budda rohiblari Xotanga kelishga boshlagan. Hamda milodiyadan burungi 1-asrda Budda dini Kashmir orqali Xotanga tarqalgan. Buningdan milodiyadan burungi davrda Xotan bilan Hindistonning savdo setiq va madaniyat aloqasining quyuq ekanligini sanskritcha hujjatlardagi Chin, ya'ni Sinaning Xotanga qarta aytilganligini bilib olib bo'ladi. Zo'r turkumdagi ipak asosan Xotandan ipak yo'li orqali O'ttir tuzlanglik, O'ttir Osiyo, O'ttir Sharq, O'ttir dengiz bo'yidagi davlatlarga bevosita yo'tkab setilgan. Milodiya 961-yili Udun podshohi Visara Tangrixon Xotanda to'qilgan rangdor kimxob, durdun qatorliqlarni O'ttir tuzlanglikka elib berib satgan. Atlas turidagi ipakdan to'qilgan bu raxtlar Xitoycha tarixiy kitoblarda G'uz tavri, G'uzlarning gullik raxti, G'arbiy yurt tavri deb xotirlangan. Uningdan keyingi 20-asrga kelganda atlas ishlab chiqarish texnikasi xilili taraqqiy qilgan. Bu haqda Kropotkin Qashqariya nomli asarida Xotan rayonining ipak to'qimachilik sanoatining nihoyatda taraqqiy qilganligini, yerlik xalqning ehtiyojini qondirib qolmasdan, balki butkul Xitoy davlati bo'yicha bo'z raxtdan qolsalar eng muhim eksport buyumi hisoblanganligini bayon qiladi.